Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana o'sha Dilsin Najmiddinov bo'ladi. Xo'sh do'stlar, men aytgan edim, YouTube'da 100 ta obunachi bo'lsak, narigi akkauntimni berib yuboraman va yangi akkaunt olyapman deb. Mana shu akkauntni oldim va bu akkauntni hozir birgalikda sizlar bilan obzor qilib chiqamiz. Ovoz sal balandroq bo'lib qoldi va trening bo'limiga kirib ketdi. Hozir chiqamiz. Mana chiqib oldik. Xo'sh do'stlar, mana akkauntni ko'rib turibsizlar. Futbolchilar ko'p albatta. Bu yerda yaxshi kuchayganlari ham bor, yomon kuchayganlari ham bor. Endi qo'ldan kelgancha kuchaytirilgan albatta. Va darajasi tushib ketgan futbolchilar ham bor. Bu yerda hozir nima desam bo'ladi? Polni o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar taktikalarni. Mana bu yerda Mbappe 5 ta 100 chiqqan, pasidan 99, Pashtiyo ham 100. Bu yerda yaxshi kuchaygan futbolchilar bor. Umumiy tarzda ko'rib chiqasizlar demoqchi edim. Va Erling Haaland, Vinicius Junior ham bor bu yerda. 5 ta 100 chiqaramiz, xudo xohlasa bundan ham. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bor. Rafinha, Lewandowski. Mana bu futbolchilar, full bo'lmaganlar ham bu yoqda bor. Va Dynamic Stars'lardan esa 7 ta olingan. Special'lardan esa 3 ta, 2 tasi full. Rivaldo 89. Bu yerda sotib yuborgan futbolchilarim edi. Mana umumiy holati akkauntni. Hozir bu yerdan biz stadionni tekshirib chiqamiz, ko'rib chiqamiz albatta. Full holatga yetilgan, legendarniy divizionda o'ynaladi albatta. Trening bo'limi 2 ta yulduzchali. Buni hamma biladi. 36 ta futbolchi sig'adi akkauntga. Buni hali yana ko'taramiz, hali bu yulduzchalarni ko'proq qilamiz. Mana shu pushti qilib qo'yganim sababi Real Madridning yangi formasi deb aytilmoqda. Mana bu yerdan ham taktikalarni va nima yaxshi kuchayganmi yoki yomon kuchayganmi shularni ko'rib chiqsalaringiz bo'ladi umumiy holatda. Albatta videoni to'xtatib. Bu yerda level 78, akkauntning balli 94.9. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Mana shu kanalga o'zimga hozir kanalimning nomini chiqarib qo'yaman. Ana shu kanalga albatta obuna bo'lingizlar. Qachonki 100 ta obunachi bo'lganimizda, o'sha men sizlarga bundan oldingi videoni ko'rsalaringiz, o'sha akkauntda obzor qilganman. O'sha akkauntga berib yuboraman va obuna bo'ling, like bosing. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar. Hammalaringiz o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Albatta xayr. Yana bir bor